2025-yil va 24-dekabr. 2025-yil men uchun juda omadli yil keldi. Naq 4 ta proyekt: Qizil atirgul, Istanbul aybdor, Janob kambag'al filmi va 97-modda. To'g'risi, qachonlardir orzu qilardim. Va bu yil men Kinopoisk bilan IMDb'da o'z o'rnimni topdim, ya'ni o'z portfoliyomni yarata oldim va bugun bu videoni o'zim uchun olishga qaror qildim. Esdalik uchun harakat qilsak, intilsak, barchasiga erisha olar ekanmiz. Men shu etapga, men shu nuqtamga yetgunimcha ko'pchilik ishonishmagan. Ya'ni o'z hamkasblarimdan. Kasbimni birinchi Ibragimov Production studiyasida boshlaganman. To'y montaj qilib, kichkina rolikchalar montaj qilib yurardim va kinoni orzu qilardim. Menga imkoniyat tug'ilgan vaqtda ketaman, shu sohani eng yaxshisi bo'laman deganimda ko'pchilik ishonishmagandi. Nima qilasan? Tinchgina mana shu yerda qolgan. Yerda hamma senga begona bo'ladi. Bu yerda hamma toshkentlik, yana mayda-chuyda gaplar bo'lgan. Aytgancha bo'ldi. Ko'pchilik begona. Hali meni hech kim tanimaydi, bilmaydi, ishga olishmaydi. Ko'p to'siqlar bo'ldi. Ko'p sinovlar bo'ldi. Ba'zida kasbimni yig'ishtirib ketishni ham xohlab qoldim. Men shu kasbimga sababchi bo'lgan inson, ya'ni Shonazarov Abdulaziz ustozim ham akam, shulardan maslahat olganimda aytganlar. Kirishdingmi, biznes qiyinchiligi ham chidashing shart, qolishing kerak. Bu yerga kelganing bilan o'sha atmosferada qolib ketasan, o'smoqchimisan, zo'r bo'lmoqchimisan? Zo'rlarning ichida qo'y bo'lib bo'lsa ham yaxshilab o'rganib, tarbiyalanib o'sganing ma'qulroq deganlar. Va sabr qildim, intildim va bundan xursandman. Men bu yergacha kelishimni orzu qilardim va hali ham maqsadim katta. Hozir harakat qilyapman. Xudoga shukr, Allohim yo'limni ochib qo'ygan ekan. Ota-onamning duosi bilan, ota-onamning rozilig'i bilan bu kasbni boshlaganman. Xudo xohlasa kasbimda eng zo'ri bo'laman. Nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda dunyo taniydigan filmlarda montajyor bo'laman. Bu eng katta maqsadim. Va yo'limda qanaqa to'siq chiqadi, nima bo'ladi, nima qo'yadi, men hammasini Allohga topshiraman. Yo'l to'g'ri, noto'g'riligini ularga qo'yib qo'ydim, yaratganimizga. Xo'p, 2025-yil uchun barchaga rahmat. Avvalambor Ruslan akaga, hamkasblarim Aziz aka, Komon aka, Nomon aka, Azim aka, Navruz aka, hammaga rahmat aytmoqchiman. Men rostdan bu yil hayotimdagi eng zo'r yillardan biri. Xudo xohlasa yanagi yillarda, undan keyingi yillarda bundan ham yaxshiroq yillar bo'lishini, ya'ni hayotimdagi shu montaj sohasidagi ko'proq darajalarga, ko'proq yutuqlarga erishishni istayman. Buning uchun hammaga rahmat va shu o'rinda ota-onamga katta rahmat aytmoqchiman. Chunki ular rozi bo'lishmaganda, ular norozi bo'lishganda men bu darajagacha, bu natijagacha kelmasdim. Ularning ishonchi, meni har safar qo'llab-quvvatlashi, duo qilishi men shu nashetgacha olib keldi. Bundan keyin ham bundan yaxshilariga erisha olaman deb umid qilaman. Yanagi yillarda mana shunaqa omadli narsalarni, omadli yutuqlarni hamma yerga tilab qolaman.